Futbol terma jamoamizning eng mashhur intervyulari. Albatta bizga hozir baribir ruhiy tarafdan azina qiyin, chunki g'alaba juda ham kerak. O'rtoqlik uchrashuv bo'ladi. O'shaning uchun hozir 13-da bo'ladigan o'yinga yaxshi tayyorgarlik ko'rib, g'alaba qozonsak, menimcha hamma joyiga tushib ketishi kerak. Abduqodir, hammasi sog'ingan, menimcha siz ham vatanni, terma jamoani sog'ingan bo'lsangiz kerak. Yo'q, men qiynalgan. Zo'r savol beramiz. Muxlislarga nima demoqchisiz hozirgi vaziyat? Endi juda ham nima desa bo'ladi. Biz ham rosa chiqimiz kelyapti. Endi hali ham shans bor. 3-o'rinni olibmiz, endi qiyin. 2-1 yutmadimi? 2-2. Va yomon bo'pti-da endi hammasi. Menga 2-1 deb tugadi deb aytishdi-da. Voy, tugabdi-da hammasi endi. Bilmadim endi. Men tayyor emasman lekin to'g'risi. Shunaqa do'stlar, sizda-chi? Sizda bormi shunaqasidan? Yozib keting. Aytgancha like bosib, qo'llab-quvvatlang. Bo'lmasa 2 yildan keyin men bilan bunday ohangda gaplasha olmaysizlar. Men ruxsat ham bermayman bunga, nasib bo'lsa.